Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz muxlislari. Men jurnalist Jamila Haydarova. Siz azizlarim bilan kanallarimiz orqali yana sog' va salomat holda diydor ko'rishib turganimdan mamnunman. Dunyoning turli mamlakatlarida joylashgan yuzlab kurortlar, sanatoriyalar, dam olish maskanlari sizning sog'lig'ingizni saqlash uchun qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligini yaxshi bilasiz. Ana shunday so'lim maskanlarda hordiq chiqarish, tabiat qo'ynidagi sayr va sof havo ming bir dardga davo hisoblanadi. Sharm al-Shayx Misrning Sinay yarim oroli janubidagi eng mashhur suv osti dunyosi bilan betakror hisoblanmish Qizil dengiz kurortidir. Iqlimi quruq va issiq, qishda ham issiq +22 gradus Selsiyadan yuqori bo'ladi. Ushbu kurort shahri qulay joylashuvi, o'ziga xos iqlimi hamda boy tabiati bois mashhurdir. Shayxning ko'rfazi degan ma'noni anglatuvchi mashhur kurort shahri Aqoba ko'rfazining g'arbiy qirg'og'i bo'ylab cho'zilgan. Janubiy g'arbdan shahar Sinay yarim orolining eng janubiy nuqtasida Ras Muhammad milliy bog'i bilan, shimoliy sharqdan Nabq milliy qo'riqxonasi bilan chegaradosh, shimoliy g'arbdan Sinay tog'lari tizmasi bilan qoplangan. Dengiz va plyajlar marjon riflari bilan qoplangan bo'lib, maxsus poyabzal talab qilinadi. Dunyoning betakror mo'jizasi Sharm al-Shayxni yiliga millionlab sayyohlar makon etishadi. Phuket Tailandning janubiy g'arbida Hind okeanining Andaman dengizi bo'ylab joylashgan eng katta va mashhur orolidir. U oq qumli plyajlari, rivojlangan infratuzilmasi, tropik o'rmonlari bilan mashhur. Shuningdek, flora va boy suvosti faunasi bilan ajralib turadi. Orol hududining 70% tog'lar bilan qoplangan, qolgan 30% janubda pasttekisliklardan iborat. Phuketning eng baland cho'qqisi Maytoyi Sipsong tog'i deb ataladi. U dengiz sathidan qariyb 500 metrdan ziyod baland hisoblanadi. Bu yerda tropik o'rmonlar mavjud. Tailandning Fusunkor oroli, Phuketning osmono'par tog'lari va betakror tabiati sizni hamisha o'ziga rom etadi. Ha azizlar, tabiatning o'zi tabib deganlaridek, ana shunday so'lim maskanlarda dam olishingiz barobarida sog'lig'ingizni dorilarsiz tiklaysiz va yil davomida unumli mehnat qilasiz.